Ayni damda samosavallarga muammo bo'lib turgan joyda China Motors yangilik qilishdan to'xtamaydi. Mana kimga samosaval kerak? Gazligi yoki dizelligi. Sotuvda tayyor. Qisqacha bo'lsa ham bularni hozir obzorni qilib o'tamiz. Qani ketdik. China Motors kompaniyasi UzAvto Trailerni diler sifatini olgan holda bir qancha texnikalarni, endi bir qancha deganda kamida 50 xil moshlarni sotuvni boshladi, xudo xolasa. Hozir qisqacha bo'lsa ham bularni birma-bir tanishtirib o'tishga harakat qilamiz. Qani ketdik. Xo'p. Birinchi navbatda samosaval. O'zbekistonda samosaval muammo bo'lib o'tirgan joyda hozir China Motors avtosaloni KAMAZ Euro 5 65 20 modeldagi gazlik mashinamizni sotuvga qo'ydik, xudo xolasa. Bu mashinamizda endi qisqacha bo'lsa ham obzorni qilib o'tamiz. To'liqroq ma'lumotini pastda nomerga qoldiramiz, shunda olishingiz mumkin. 5 ta 150 talik balon bo'ladi bu mashinamizda. Samosaval 16 kubalik samosavalimiz. Xo'p, 16 kubalik. Ikkinchi mashinamiz, ikkinchi samosavalimiz dizellik bo'ladi. Bu mashinamizda ham dizelligi bor. Narxi o'zgarib ketadi, faqat qolgan joyi hamma joyi bir xil. Faqat narxida o'ynaydi xolos. Ikkinchi mashinamiz 12 kubalik mashinamiz. 53 229 KAMAZ samosavalimiz. Bu dizellik bo'ladi. Bu mashinamiz 12 kubalik. Ustiga shtorkalari bor. Euro 5 talablarga to'laligicha javob beradi bu mashinamiz. Xo'p, ana endi hozirgi kunda eng dolzarb mavzuga aylanayotgan mashinamiz vodovoz bo'ladi. Vodovoz, chunki chetdan juda ko'p investitsiya olib kiryapti inovatsion kompaniyalar. Ularga nima kerak bo'lyapti? Vezdixod vodovoz kerak bo'lyapti. Vezdixod oldin orqa tortadigan vodovozlarimiz kerak bo'lyapti. Mana kimgadir kerak bo'ladigan bo'lsa, mashinamiz sotuvda tayyor. Vodovozimiz bu KAMAZ 53 118 modeldagi vodovozimiz 8 kubalik hisoblanadi bu mashinamiz. 8 kuba. Kimgadir 10 kuba, 15, 20 kubagacha zakaz asosida bemalol tayyorlab beramiz. Oldinga o'xshab standart bo'yicha masalan 8 kubalik bundan ortiqni qilib bera olmaymiz degan gapni o'zi yo'q. Sizga qanaqa texnika ma'qul, siz qanaqa xohlaysiz, shu turishda qilib beriladi. Bu mashinada endi cho'lga ishlagani uchun, vezdixod bo'lgani uchun bunga yana bitta plus ishlab chiqarilgan. Bu mashinada libyotkalari bor. Operatorimizdan iltimos qilib qolamiz, ko'rsatishingizni. Libyotkalar mavjud. Shu uchun bu mashinamiz yo'lda, cho'lda, o'rmonda hech qanaqa joyda o'zini xor qilib qo'ymagan, bir og'izda aytsak. Xo'p, navbatdagi mashinamiz KAMAZ Tigach. KAMAZ Tigach mashinamiz. Buni ko'pchilik bunga qiziqsa kerak. Endi KAMAZdan ham shunaqada chiqqanmi deb. Endi olganlar buni juda yaxshi biladi. Buni kabinasi Mercedes bilan hamkorlikda ishlab chiqarilgan. Mercedes kabina desak ham bo'ladi. Endi ochiq bo'lsa bitta ko'rsatib o'ramiz. Bitta biz jim o'tiramiz. Hamma joyini bitta ko'rsatib o'ring. Xo'p, bu tigachimiz ko'rganingizdek Mercedes salon, hamda bir moslik. Bu mashinamiz kimga qancha kerak bo'lsa cheksiz. Nima uchunki biz imennoy zavodga kelganmiz. Hali ham ishlab chiqarilyapti. Xo'p, KAMAZ motorga ishlab chiqarilgan Rossiyada. Ot kuchi 480 ot kuchiga ega. Endi bu deganiki, endi oddiy misol aytaylik, Chakma yo shunga o'xshagan texnikalarimiz, endi ulardan sotganmiz, ular yomon emas, ular ham juda yaxshi mashina. Lekin ular 430 ot kuchi bo'ladi. Bu mashinamizda 482 ot kuch. Endi bu deganiki, undan yana salgina o'zi baquvvatroq degani. Xo'p. Endi bu mashina texnikalarimizni qisqacha obzorni qilib o'tyapmiz. Xudo xolasa pastda nomer qoldiramiz. Hozir aytib o'tganimizdek, kimgadir qaysi bir mashinamiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, 24 soat davomida menejerlarimiz to'liq ma'lumot berishga shay turibdi. Qani ketdik. Xo'p, mana bu polprisep
konteynerovoz bo'ladi. 12 ga 2,5 bo'ladi bu pritsepimiz. Mana bu konteynerovoz bortovoy bo'ladi. Bu ham xuddi shunaqa. Bundan o'zgarish sababi bitta borti bor xolos. Endi siz biznesingizga qarab ketaveradi bu yog'i. Qaysi biridan olish kerak? Tentovkalarimiz bor, 96 kublik. 13 ga 2,5. Pritseplarimiz sotuvda tayyor hammasi, ko'rib turganingizdek. Ana endi 40 tonnalik polu pritseplarımızga o'tamiz. Samotsval pritseplerimizga. 40 tonnalik polu pritsep samotsvallarimiz, aytadigan bo'lsak samotsvallarimizni. Xo'p. 935 ga eniga 2,5, balandligi 170. Balandligi 170. Qarab ko'rib turganingizdek, sotuvda tayyor mashinamiz cheksiz holatda. Aziz hamyurtlar, endi ko'rib turganingizdek qisqacha bo'lsa ham qisqacha mashinamizni obzorini qilib o'tdik. Endi bor mashinamizni xudo xolasa kimgadir qanaqa mashinamiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, sizga qanaqa kerak, qaysi joylarni o'zgartirish kerak, hammasini zakaz asosida qilib beraveramiz. Kimgadir bu mashinamiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. 24 soat davomida China Motors sizning xizmatingizda.